Ana tamak yem. Lağmanni o'xshatgan, lazul achchiq suydiganini anglamaganma balam. Ana tamak yem. Çok sasılar lağman bo'lmaydi balam. Qizimni o'z qilgan, qashdiki o'smasang, lağmanni o'xshatgan, lazul achchiq suydiganini anglamaganma balam. Menga achchiq suyadigan. Hozir aytgan yana. Tamak yem. Res anam nima dedi? Lag'maningiz bek o'xshatdi balam dedi. Ha? Balam bu kiyimni tipning 86'da arabsiz, kiralıqda uğraşıp qalmışsın dedinizmi? Ay bunu daha qulunuzda yo'qoltibsiz. Kiralıqdan bilechin bilib kelmişsin dedinizmi? Yaqana oq ko'ynakning yaqisiga bir qatim supun selvasak bek pakiz chiqibgan. Ama sen pakiz yo'qma balam. Bu qizim shunda bilarman ya. Anam nima deydi? Kiyimlarni turg'arib yo'g'iltiribsiz, qo'lingiz ko'rkan balam dedi. Anamning oyida gap o'zaydi. Qo'y ana. Gap qilmay desam, gap qilib qolgan qizim gap qilmay to'g'rilmaydi. Bu qarayaqni aqmaydi maylig'ini nadi ko'gina balam. Bizning oyda qarayaqni qarmaydi mayla paqirtib kelgan biz. Ana o'g'illarning oyog'ini oqshom qarmaydi maylab bo'lgan, hozir aqmaydi maylab paqirtib bilay dedim. Bunday nurma badam. O'g'limga shachin meni qizini ko'rsasam, uni mayskicha alishvog'ini pakamaskan. Ay anam nima dedi? O'g'limning oyog'ini mancha paqiraytdi desam, asli bunday karomatingiz bor ekan, balam, ko'z tegmasin dedi. Ha, nimachi gap usta bu anamni? Men kechda maqsad diyay. Ha, ma'qul. Ana keliningizni lag'manni shunda o'xshatibsiz, kelini pakiz yupsiz, qo'lingiz gulkan, oyoqlarini o'z paqirtibsiz deb maqtabsizkan, ben xo'shilabdi u. Gapning achchig'ini ichiga yutib etib, ta'liqilni so'z aytgan uz balam. Aytma balam og'zingizda, men kampni bisab qo'yay. Taqada ta'liq so'z aytgan bo'lib ketasiz. Rahmat ana. Mana balam, tomoqni bil itilar. Voy, ana men itay. Ben bil itilar.